shu shurpayor naborni sizga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga hoziroq bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizning do'konimizdan 31-yanvargacha kelib, ko'rib turgan 220 karchilarni xarid qiladigan bo'lsalaring, akalar, narxini eng arzon, sutekin narxlarda kelishtirib hisoblab beramiz. Narxidan tashqari akalar, ko'rib turgan shurpayor naborlarni bonus sifatida qo'shib beramiz. Ukam 2026-yilda karcher narxlari qanaqa bo'lyapti degan akalarimizga bugun 16-yanvar holatiga ko'ra Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizdan 220 karcherlarimizni ikki xil variantini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, 3 kilovatli varianti hamda 4 kilovatli variantdagi magnat karcherlarimiz. Xo'p, birinchi o'rinda 3 kilovatli variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan karcherlaring 3 kilovat motorlar bilan jihozlangan, 100% mis admotkali motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, minutiga 17 litr surasxod qiladi. Davlenasi 150 davlenagacha bemalol urib bera oladi akalar. Xo'p, komplektida ko'rishingiz mumkin. 4 xil nasatkasi bor. Tochkaga parlatib, yana ham parlatib akalar, har xil nasatkada bemalol tanaplariga binoan qo'yib ishlatishingiz mumkin. Keyingi o'rinda buni karcherimizni pompa qismi maslinli. Bunga 1 litr yog' eltadi. Yog'ini bir oyda bir marta almashtirib turishlaring kerak bo'ladi. Davlina legirovkalari ham originalidan, sifati juda ham zo'ridan qilib ishlangan. Narxi $350. Komplektida nimalar chiqadi degan akalarimizga original trosli ishlanglari hamda o'zini so'ruvchi ishlanglari, filtrlari, original uzun pistoletlari. Xohlasanglar buni kalta qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Narxini obunachilarimiz uchun $350 dan butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi ukam davlinasi bundan ham balandrog'i bormi degan akalarimizga, xo'p, 4 kilovatli modelidan ham kelgan, ko'rib turgan karcherlarning 4 kilovatli modeli 220 bar, minutiga 20 litr surasxod qilyapti akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Bu ham releli, bir xil karcherlarda bor akalar, pistolet qo'yib yuboradigan bo'lsalaring, motorlari avtomatik ishlab turaveradi. Bularda pistolet shunday qo'yib yubordilarmi naporda, motorlari avtomatik o'chadi akalar. Chunki mana bunaqa relay qo'yilgan pompaga. Bu original relay bo'ladi, prostoy relay bo'lmaydi. Xo'p, motori buniki ham mislik 4 kilovatli modeli, narxi $400. Dastavka xizmatlari bilan qilib beramiz akalar, kelishilgan holatda albatta. Xo'p, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bog'laninglar, to'liq ma'lumotlari bilan sizlarga tanishtirib, tushuntirib, to'liq obzorlarni qilib, yanada to'liq ma'lumotlarni beramiz. Uyga ham, mo'ykaga ham, ro'zg'orga ham hamma yoqqa ketaveradi. Universal karcher bu. Mo'ykaga olib beradigan bo'lsangiz ham davlenasi pastlik qilib qolmaydi. Shunaqangi karcher apparat qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, biz topishdan chakana oson bo'ladi. Telefon qilib bog'lanaverasizlar, chiroq narxlarda qilib beramiz.